Qizim erkada aposi. Любой erkaligini ko'taraman. Kelinmas, qizimday ko'raman. Rostdanmi? Zubday. Kelishdik. Bu kelin chiqib qo'l-po'llarim shipirmasmikin, ha? Peshim bo'lib ketdi. Kelin! Kelin-u! Atrofga ko'chalarga qarab qo'ying. Bizagida shipirsidir doim qiladilar. Qizimday ko'raman deb o'zi zubday degan so'zi. Ha. Bo'pti, yotavering to'nqayib. Rahmat. Ha, kelin qayerga? Qurashga charchadim. Hozir turdingiz-ki, obedga ovqat-paqat yemaymizmi? Bizdan uyda ovqatni onam qiladilar. O'zingiz va'da bergankisiz qizimday yurasiz deb. Aytmang, o'lay. Dadosh, qachon kelasiz? Sog'inib ketdim. Hey, kelin, qarang, bezovta qilib qo'ymanmi? Uyga nozik mehmonlar keladigan, mana chiroyli idishlaringizdan qo'yib bezab bering. Nima sizlar shunchalik gadoymisizlar? Mani onam bagima 0.2 da qimmat bagima idishlarni olib kelgan. Men qimmat sarpomdagi idishlarni ishlatmayman. Sizlar ham bor bayli olib kelinglar, arzonlardan bor. Hozir kelayotgan mehmonlaringizga arzon xrustallaringizdan qo'yavering, bo'laveradi. Mani idishlarim faqat onam ishlatadilar. Qizimdek ko'raman deganman-ku. Men ham onangizdekman, qizim. Bugun qiziz bo'lmay qo'yaveray. Уже перебор. Unda tur, ishla kelin bola. Ana, qaynonang onang bo'lmaydi deyishgan ekan. To'g'ri aytgan ekan. Menga ham qiz emas, kelin kerak, kelin. O'shanda zubday degankisiz? Omir beringlar, omir. Nima qilasiz umrda? Tishimni bittalab yulaman. Battar bo'ling, vadaboz. Shu odob so'zi aylanay meni o'g'limdan boshlanganda. O'zi ham ismi jismiga monand Odobbek. Tarbiyani endi erkak kishi beradi-da. Oilada erkak kishi erkak bo'lsa, unda oila chiroyli bo'ladi. Bizni oilada erkaklar ustunda aylanadi. Hey! Nimaga uyni yig'ishtirmading? Voy, siz. Hozir idish tovoqlarni yuvib nima qilmoqchi edim. Nimozingiz? Bo'ldi. Hozir. Kirlarim ham yotibdi hali. Kechirasiz. Ana ko'zim ketib qoldi-da. Meni qizim hamchi shunaqa ozoda, shunaqa toza. Mana oshxonalarga kirsiz, yaltiraydi-da. Bu o'ylanib qolaman, shu qizni men tug'dimmikin deb. Ismi ham jismiga mos, tozagi. Pashshalar bazmi-ku, Mana shu 20 yil oldin uxlab olsam nima qilardim meni shu? Shunaqa qizim. Nimasini aytasiz? O'xshatmasa uchratmas deydi-da. Endi o'g'limni maqtamayman-u, borini aytaman-da, aylanay. Chakmaydi, ichmaydi. Hattoki mana yerda pul tursa, pulni olmaydi. Tushunasizmi? Meni qizimni ham kechqurun qachon uxlab, ertalab qachon turganini ona bo'lib payqamayman, qarang. Qizimni odobligidan hayoti davomida so'kmagan ekanman, qarang. Abdiginanga peshim bo'ldi. Seni tuqqandan ko'ra qo'y tuqqanimda ertaga hayitga so'yib yuborardim-ku. Xush kelibsiz, ko'nglimdagidek quda ekansiz. Hech qayg'urmang, Xudo xolasa shunaqa quda bo'lamiz. Hammani og'zida bo'lamiz, aylanay. Bordi keldimiz, opa-singilli bo'lamiz. Voy, aylanay. O'g'lim halol pokiza deb sen maqtaganmiding? O'g'ling meni tarafdagi magazinlardan ham qarz-u qamoqqa ketib ketdi. Chiravasingni o'zingni qizingni beli siqirib chiqyapti, bitgacha uxlayapsan. Meni qizim senga tekkaniga rahmat degan. Nima qildim? Non ko'ragan. Qizingni ham o'zingni boshingdan qasam. Menga qara tekkaniga rahmat degan. Uy erkagi gapiring siz ham. Men aytganman. Xo'p dedim. Voy, uy erkagi ayol kishiga gap. Damingni ol, bo'ptimi? Senda qizinglim yo'q. Qanaqa singil? Qudam yo'q. Bor. Unaqa qilmanglar, men qondan qo'rqaman. Jamila, Kamila tur! Shipirchilar keldi, uyga ovqat qilish kerak. Innamasang abidgacha uxlaydi. Usta keldi, sharmandalar tur. Kim uchun qilyapman shu uyda, a? Gaz yo'q-ku ona. O'choqda qil. Eksponatga olib keldimi buni muzeyga? Tezroq kablar kuyib ketadi. Tezroq yo'q uni, onam ko'rib qolar hozir. Yog'yapman-ku. Yo'q, ustini meni yo'qotdi. Yashanglar. Xola, bugunga bir yaxshiroq ovqat qilib berasizlarmi? Kecha makaron qilib berdinglar, uncha ketmadi. Mayli. Hey, Jamila, Kamila, tez sabzarchi osh qilamiz. Osh ketaman? Qozon ko'p. Qozon kopmi?
Uf, shu uyda tug'ilganimdan beri qurilish. To'r bo'lmasa kalish uchadi. Kamila, pomidor olib kel, mana u kuyib ketadi hozir. Buloqa, kuyib ketdim o'zim ham quyoshda. Istamayman. Ey, o'tirmalaring, tur. Ana romchilar ham keldi, tez ovqat qil. Jamila, mana o'tini yoqolmayapman. Yo'qolmasang inangki. Hey, Jamila, Kamila turasanmi, yo'qmi? Kamila, spor o'ynaysanmi, hozir tuxum ter deydilar. 1, 2, 3. Mayakni ter. Ustalarga zabtur qilib beraylik. Aytdim-ku. Kim uchun qilyapsan shuni? Senlar uchun qilaman shu uyda. Quyosh. Shu bir kun chiqmay tursang bo'lmaydimi? Chiqmasa bo'lmaydi-ku, kechqurun ustalar ishlamaydi-ku. Nima deyapsan? Tiling quyashirib ketdimi? Ana. Ona darvozamiz buncha chiroyli. Ha, aytgancha shu darvozachilarga ovqat qilib tur kir. Bo'y. Jonga tegdi ona. O'chir ovozingni, kim uchun qilyapman men shu ishlarni, ha? Kim uchun qilyapman shu uylarni? Kim? Ha, qizlar, santexnikachini olib kelib qo'yganman, ovqatlanib pishdim-a? Izni ko'rib chiqdim, chiroyli chiqibdi. Ha, rahmat. Ha, endi santexnika jihozlarini hammasini noldan boshlab olishingiz kerak ekanda. Qaydan olaman? Albatta Srosh Premiumdan-da. Mahallani boshidagi Siroj alkashdanmi? Yo'q, qanaqa bu alkash tanimayman. O'rizordagi Ubay binosi bor-ku, tagida Srosh Premium. Va o'shaning ichida noldan boshlab hammasi bor. Shu kotyol deysizmi, unitaz deysizmi, chashagan deysizmi, rakvina, hammasi. Qidirganingiz topasiz. Ha, ikkinchi filialda manzili Do'rmon chorrahasi Ekobozor yonidagi haligi Lokomotiv parkini to'g'risida. Katta qurilish obyektlarini qilyapganlar bor, ular ham buyurtma beryapti. Donalab olsangiz ham o'sha arzon narx, optim olsangiz ham arzon narx. Hammaga men shuni pirlagat qilyapman. Voy, gapiraverib qoningiz ham ochqab ketgandir-a? Bitta ovqat yeb oling, keling uka. Ana! Hey, bu meni xolam kirmaguncha. Qoch meni xolam. Hey, ikkalangga ham xona yo'q. Qudalarga va'da berib qo'ydim. Kelasi oy to'y. Nima bo'ldi? Ering urdimi? Yo'q. Qaynonang urishdimi? Yo'q. Nima bo'ldi? Sanalog'da uchastka chiqarib Hey, nima bo'pti debman, yaxshi-ku. Nimasi yaxshi, uchastka olib bitmagan ekan. Bolalaringga to'y qilguncha qilib olasizlar, nima bo'pti? Yana usta boqamanmi? Qizim, yaxshi kelding, charchamayapsanmi? Ha, erga tekkandan beri itday ishlayapman, charchab ketdim. Yaxshi-da, obedgacha ayiqday uxlagandan ko'ra ishlagan. Sekinroq yegin qizim, cho'chqadek semirib ketasan. O'zim molda farosatim bor-da, ona. Qizim, pul ber. Qani ona? Ko'rkalamishmisan ana? Qani? Ana? Ko'rmayapman. Ana turibdi-ku, olib bermaysizmi? Ey, bu qizingiz ko'rkalamishmas, ko'z chiqqan ona, qarang, ko'rinishi ham o'xshaydi. Ona? Ha? Eshakda pastel ishlatganingizdan ko'ra yangisini olib ishlatsangiz bo'lmaydimi? Ha, endi farosatimizga ot tepganda qizim. Ana idish deganingizda Nurafshon ko'chada bagema 002 bor-ku singilcha. Ashetta original bagemalar, servirovkalari shunaqa zo'r narxlarda sotadi. Narxlari tushirish bilan Instagramni portlatib tashagan. Xohlasanglar original, xohlasanglar birga bir bo'lgan bagema servirovkalari shunaqa zo'r narxda topsanglar bo'ladi. Ha, sizlar hayvoncha gaplashasizlar-ku. Qaranglar, idish olaman deb kuchukday sarson bo'lib ko'chada yurmang. To'g'ri, Nurafshon ko'chadagi bagema 002 ga boring. Original bagemalari burdek g'ajib tashagan narxlarda berishyapti. Original desa, otday original, birga bir desa sherday sifat ekan. Bunaqa narxlari butun Toshkentni eshakday kezib ham topa olmaysiz ekan. Dunyoni suv bossa o'rdakka ne ham ta'sir qilmadi, ona? Ha! Kuchukda ishlagan o'g'limni pulini yeyishni biladi xolos. Qo'yniga ilonday kirib olgan. O'zi bedanani tuxumini ham olib kelgan edi. Jajonga tegdingiz-da, buqa ipini uzmasa, bunaqa g'unajin nima edi? Ip qo'ydimi? O'xshamadimi? O'xshamadi, tovuq miya. Shu hayvonot dunyosiga kira olmadim. Maktabda zaloga darsiga kirmaganim shetda pand berdi. Siz
Dadush, shirinligigan borib kelaylik. Xo'p, bitta onamdan so'rab ko'ray bo'lmasa. Nimaga so'raysan? Kecha 1 kilo prayni olib keldim, o'shani yeysan. Prayningizni mahorlab qo'ygan-ku. Hayotim bugun ishlarni vohlidan qilib bo'ldim. Aylanishga chiqaylik, toza havo bolamizga foyda bo'ladi-da. Ha, onamdan so'rab ko'raylik. Ha, bor. Ana, Yana bitta so'rab ko'raylik hozir. To'xtab tur. Erjon, tug'ar paytim yaqin bu safargi oyligingizga radom sumka qilaylik. Nima? Akamning oyligini barchaga ishlatmoqchi edingizmi? Biluvdim o'zi sizni qabih niyatingiz borligini. Uyolmaysiz meni, onamni rizqini qirqib barchangizga olib berishga. Endi bu juda ham bir muammoli masala-da, shunga onamdan bitta so'rab kelayda. Ha? So'rang. Men uni ham so'raganmidingiz? Latta. Qanaqa latta? Pollata. Lolalar gullagan mahalda. Eshitdingizmi? Men aytdi demang-ku. Mana shu bog'dagildi qizi yurishlari cho'ta, boshqacha aynigan. Unaqa demang, eshitib qolsa-chi? Voy eshitmaydi, qaqa eshitadi. Otni kallasida naushniga turibdi quloqida. Eshitdingizmi? Mani aytdiming tag'in. Bog'dagildi qiz bor-ku. Bitta yigit bilan qo'l ushlashib turganini ko'rdi. Yigiti bor ekan. Ha? Xorosda. Voy sharmanda. Mana aytdi demang-ku. Bog'dagildi qizi bor-ku. Yigit bilan quchoqlashib yurgan ekan. Keyin sezdingizmi, qori ham qipayib qopti. Voy sharmanda. Hozirlarga ishonchim qolmabdi unda. Voy tavba. Voy Fatma opa, meni aytdi demang, ana qo'shningizda qizi qorni qappayib, doktor yurganmiz. O'zi aytuvdim, cho'ta yurish bejo deb. Bog'dagul, sho'ringga sho'rva to'kildi. Qaydasan? Voy bog'dagildi onajonim, bechoraginam o'zing yersiz o'tganda qizing ham kuydirga chiqdimi? Qizingni deb qon qisib, qon yig'lab o'tiribsanmi? Kiyimlaring ham jiqqa qonga to'libdi, qara. Ya bu qonmas, nima bo'lmasa? Ya vahimang qursin. Ana gilosdan kompot qilib ijatuvdim, mana oldimga to'kilib ketdi. Siz endi kiyimingdan gilosi dog' ketmasa kerak. Nimaga ketmaydi? Bundan ham battar dog'larni ketkizganman. Sho'rtakkan ekan. Nimada ketkizgansan? Albatta Bavida ketqizaman. Bavi eskirgan dog'larni ketkizadi. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan. Oq kiyingizni oppoq qilib beradi, chirib ketgan ana posudalarni chirkin tozalab, yalqillatib beradi. Eng asosiysi gipoallergenniy. Ey dugonajonim, kiyimingni dog'ini ketkizarsan, lekin qizingni xatosini kislota sepib ham ketkizolmaysan. Nima deyapsan boyadan beri? Qizingni xatosi deysanmi? Meni aytdi demagin, mahallada duv-duvga qizingni bir yigit o'g'irlab, 2 qat qilib qo'yganim. Mani aytdi demang-ku, o'sha kun naushnik ishlamayotdi, g'iybatchi qo'la. Eshitdingizmi? Mana shu bog'dagildi qizi aynigan. Ana yurish-turishlar boshqacha bo'lib qolgan. Unaqa demang, eshitib qolsa. G'iybatchi mejaginga men aytdi demak-ku, bu ham kam. Bolajonlar, kecha o'rgangan maqolamizni davom ettirasizlar. Qani, g'onajin ko'zini suzmasa, Buqa telefon qilmaydi. davom etamiz bolajonlar. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham. Xotin. Topding kichkina? Alachi, dalachi. Apa, o'g'iz o'zidan truskasini kiyib ketgan. Shkafda ikkita trusik bor ekan. Qaysi bir o'g'liznikini bilmayapman. Hidlab ko'ring, tursikda o'g'limi hidi bo'lish kerak. Balkim yalab ham ko'rarman, apa. Hey, nimalar qilyapsizlar? Sumayya, nima qilding? Voy! Bolamni nima qildinglar? Ertalab top-toza tashab ketgandim-u, qaramaysizlarmi bolaga? Men sizlarni sudga beraman. Mana shu bog'cha opaga umuman ish bermaylar. Yuzimni tanib olinglar. Meni erim kimligini bilasanmi? Hozirroq ishdan haydataman. Voy, guruhdan ovqatini tezroq olib ketmaysizlarmi? Millamanglar. Opavlashningiz bormi? Ha? Boshimga kulfat tushdi. Mana onasi kaprizning bolasi ustiga chizib tashashibdi. Vohma qilma. Bavida yursa ketadi-yu. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Gipoallergenniy, hattoki chaqaloqlarni kiyimiga ishlatsa ham bo'ladi. Hech qanaqangi salbiy ta'siri bo'lmaydi. Allergiya chaqirmaydi. Yo'q-e? Ha, biz idishlarga ham shuni ishlatamiz. Kecha mana uni bitta sovudim qarab, oppoq zavodskoy bo'ldi.
Yur, hey! Tezda qaytarib beraman, opa. Ket. Voy, kameraga ishlatsang ham 10 ta kiringga yetadi. Bir qoshiqni sol. Voy, olib ketgani keldingizmi? Ertalabgacha buni sog'inib qolamiz-ku bu. Mana sizni tilla bachangiz hech qayerda yo'q bunaqa bachan, to'g'rimi? Запасной futbolkalarini kiydirib qo'yibsizlar-da. Voy, kipri qayrilib qoptimi? Nima qildilaring bolamni? Jedik. Maydalab bolani go'shtini jedik. O'zi eplay olmasdan bolani uyda betini ham yumasdan mishrig'ini oqizib keladi. Yana nima qildilaring deb savol berib qo'yishib o'laymi megajinni? Gapingizni ichingizda emas, ustingizda gapirib yordingiz, eshitib o'tiribman. Voy bo'lay. Ahamiyat bermang, men bolam dadasi Rossiyaga ketgandan beri shunaqa o'zim gaplashadigan bo'lib qolganman. Bo'pti, yaxshi boring, ertagacha. Ayting-da, san ering Rossiyada emas, uyda-ku. Ha, men erim uyda. Просто anu bolam otasi Rossiyada-da. Ha. To'rtta o'g'lim bor bilasizlar. Yoshligida rosa havas qilganman. 4 ta kelin olsam qizimday bo'ladi, xizmatimni qiladi, oyoq qo'limni uqalab qo'yadi, ovqatlarimni qiladi degan. Hozir Xudoga shukr shunaqa. Voy, bitta uyda bitta xazayka yetadi deyishardi dono xalqim. Biz bitta kelinni eplay olmaymiz. Siz 4 ta kelinni qanaqa eplaysiz? Dona xalqingiz odillar ham xato gapirishgan. Mendan o'rgansin ular. Ey o'rsin, ana kirmosindan kirlarni siz suvdalab qo'ydingizmi? Ana pola tanqida chiqayotibdi. Vaqtliroq bo'shatib qo'yish kerak edi. Shuning uchun sizdan boshqalar ham yashaydi-yu bu uyda. Yoyib qo'ysangiz uylaydingizmi? Mana Mardikoringizmi ham yoyib qo'yadigan. Menga qarang, ana qo'lingizda erimni maykasimi? Sizda nima qilyapti? Voy, sassiq eringizni maykasini boshim ko'ramanmi? O'zim erimda mana belgi bor, yashillik bilan tikkanman. Ey! Xotinlaringga qarasang bo'lmaydimi? Qo'yda yuvosh xotini bilan urishibdi. Tushunmadim. Nimaga tushunmaysiz? To'g'rida. Qo'ydan yuvishimiz. Lo'lidan battar bo'lyapti osinlarim. Bak kela. Ay opa, meni kelinchi ovqat qilish tugulchi kirni ham tuzukroq yuvib berolmaydi. Hamma yog'i dog' bo'lib yotadi kirlar. Voy, meni kelinimni kiyimlari tugur, idishlari cho'kib bosib yotadi. Nima qilay, voy, dod yo'l ko'rsatinglar. Shu ham muammomi? Ikkalaylagan davosi bor. Bavi Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan gipoallergenli kir yuvish vositasi. Chirk bosgan idish tovog'ingizni top-toza qiladi. Oq kiyimingizni oppoq qiladi. Dog'larni ketkizadi. Voy, kim bor? Hay, Surxon, mazam bo'lmayapti. Mastava qilib bering. Mastava deysizmi, oyijon? Osongina spagetti qilaylik, maza qilib yeymiz. Spagetti deysizmi? Men bugun manti yegim keldi. Manti yegingiz kelayotgansa zaharingizga qilib yeng. Siz nega aralashasiz? Sizga gapirishmadi-ku. Sizga nima? Rostda? Voy. Bo'ldi, kerak emas. Ay, Mashhuda qizim, bor piyolada suv olib kelib ber qizim. Xo'p, buvijon. Boray. Yo'q, bu menga aytdilar. Yo'q. Bo'ldi, hammang jim bo'l. Voy opa, 4 ta kelinni qanaqa eplayapsiz? Bitta kelinga nuhim yetmayapti-yu. Voy, bilmaganday gapirasiz. Kamalak opam, mahallamizni Farmon bebisi-ku. Tinchlikmi? Meni kelinlarim kamalak emas, jamalak qilib tashlashdi. Voy, uyolib shartta chiqarib olmaysizmi? Oldinroq aytsanglar ularmidinglar shuni? Qanday mazza, sakin. Hovlim tinch. Ertaroq shularga uy olib chiqarib o'rsam, o'lamanmi? Voy, bir maza qilib kelamiz. Nimaga keldilaring, tinchlikmi? Voy, tinchlik, voy, opajonlar bilan aynashga borayotdik-de. Ovsin opajon bo'lib qoptimi? Oho, mehr muhabbat kuchli-yu. Menga nima? Eringdan so'rab ketaver, qaqa ketsang. Ketishga ketaveramiz, oyijon. Bolaga qarab turing deyotgandik-da. Danagida mag'zi shirinda. Mayli, qarayman. Bajalar ber. Yo'q, bermayman. O'zim olib keldim. Bersang bo'lmaydimi shu olmani? Jinnimiz sizga yanadigan narsa bu. Qanaqa gigiyena? Voy, dor! Bu kunni go'r to'g'rilar ekanda, onalar ham qo'shiladi. Voy! Ha, opa, yo'l bo'lsin, qayerga ketyapsiz? Ochiq mozorga. Menga qarang, siz kimligingizni esidan chiqardingizmi? Men nesalam ertalab turib nima tasmon qilmadingiz? Gapiring deyapman. Gapiraman. Meni tilim yo'q deb o'ylayapsizmi? Kelinam odam, uni ham ikkita qo'li bitta miyasi bor. U ham charchiydi, bo'ptimi? Ko'p gapirmanglar menga. Ya? Shuni o'ziga gapirsa bo'lmaydimi? Yana sening gapirding deyman. Qo'lingizdan bir ish keladimi? Ko'zimga ko'rinmang, yo'qoling. Yo'qoling dedim men sizga. Yo'qolaman ham. Yo'qolaymi? Yo'q, yo'qolma.
o'rtasiga tushishim bir mahorat. Nimaga ishlagan oyligimni ularga berishim kerak? Nima o'g'limni ne hasratda kota qilganman oyligimni berasan deydi. Kelinlar nima atirda oq keladimi? Tavba qildim. Ana qizini kasb-hunarli qilsin, ishlasin-da oyligini olib o'tirsin. Ertaga u ham birovga kelin bo'ladi. Hunari yo'q-da, parvo qilma. Topganlaring bahona. Mana Begoboddagi Dildor inspektor o'zidan shogird chiqaradi. O'qitgan shogirdlariga sertifikat beradi. Bunaqasi Begobodda bitta, hali bunaqasi bo'lmagan. Ular o'zi Euromodel matolari olib kelib, oxirgi modada tikkan pardalari, dasturxonlari bilan mijoz to'plagan. Manzillari gidrometrada. Uylarida bo'lganligi uchun mijozlari 24/7 xizmat ko'rsatadi. Butun O'zbekiston bo'yicha zakaz chiqarish u yoqda tursin, Rossiyaga ham chiqarishni boshlashgan. Bildinglarmi? Ochopatlar? Keyin qanaqasiz o'zi? Farosatsiz ishligimi yo'qmi? Shakar bilan choy ichishni bilasiz-ku? Qani shakar? Bunisiga gapirishib foydasi yo'q. Aql kiradimi sizga o'zi? Kirmaydi, kirmaydimi? Ayting. Men nima qildim sizga? Menga nima qaraysan? Mana meni o'zlaridan so'ra. O'zlari gapir, menga demaysan. Ha, nima deysan? Men nima qildim? Biroz qildimmi? Ha! Hayır Asal. Dat pul shakarim. Bu xotin quli. Ona turganda xotiniga mashina olib keldi. Qo'shni o'g'lingiz xotiniga yangi mashina beribdimi? Yo'q, o'lib ketgan yerim xotinimga deb yuboribdi. Tezroq yoniga borishingiz uchunmi? Bilib turib so'raydi. Turli ko'zim ko'rinma. Alo dadasi, dugonamning eri $1000 ko'ylak bilan brilliant olib beribdi. Menga ham olib bering. Tilla olarmish. O'g'lim hali o'ziga yangi tursiga olgan yo'q-ku, bu kishi $1000 ko'ylak kiyarmish. O'g'lim, qara, ana xotinchak mabodo telefon qilib tilla-pilla, uzuk-puzuk, ko'ylak-po'ylak desa olib berib yurmagin-a, o'zi yaqinda ketimiz qichib mashina olgandik. Oyjon, qarang, o'g'lingiz menga $1000 ga ko'ylak bilan brilliant olib berdi. Yarashibdimi? Menga hech narsa olib bermadimi? Kechani kecha, kunduzni kunduz demay, men qasrini tozalagan bolam. Onam demadim. Voy, sizga ham oldilar. Nima oldi? Menga $2000 plagziga oldilar. Mana sizga tilla simlik ro'mol. Kimni sandog'idan ovora bo'lib olib keldilaring mana? Qarinjon, dugonamning erichi Begobodda nomer 1 qurilgan eng zo'r 2 etajli kottejlardan $65,000 ga 8 ta xonali 3 sotikli uy olib beribdi. Kvadrat metri necha ekan? 10 kvadrat metrlik 3 ta sanuzel, kanalizatsiya, suv, svet, gaz ulangan, tashqi fasad bitgan holatda, ichki suv holatda topshiriladi. 75 ta xonadon o'z egalariga topshirilgan ekan. Atigi 30 tasi egalarini kutmoqda. Uyni nima qilasan? Mana uyimiz bor-ku. Ukangiz katta bo'lib uylanadimi? Shunda biz chiqib ketishimiz kerak-a, uy olib. Qarang, uy yildan yilga qimmat bo'lsa bo'ladiki, arzon bo'lmaydi. Hozir olib qo'ysak, shundoq yonimizda qoladi, yutamiz. Uy mulk bo'ladi dadasi. To'g'ri aytasan. Tayyor ta'mirdan chiqqani yo'qmikan? Bor. Tayyor ta'mirlangan, kirib yashaydigan $75,000 ga xonadondan esa atigi 2 dona qolgan. O'sha mahalladan uy olib bersangiz, dadasi yana meni eng katta orzuyimni yana bir marta ushaltirishingiz mumkin. Qanaqa? Bolalar bog'chasini ochishni niyat qilib yurgandim-ku, aynan shu uy joylashgan joyda 7 sotik yangi qurilgan 2 qavatli foydalanishga tayyor 80 o'rinli bolalar bog'chasi ham sotuvda ekan. Zo'r-ku. Sen uchun hammasiga tayyorman, xotin. Kim bilan gaplashaman? Albatta, uy egalari bilan gaplashsangiz bo'ladi. Mana sizga nomerlarni qo'yib qo'yaman. Kelin. Tilla deding, indamadim. Brilliant deding, qisib turdim. $1000 ko'ylak kiyding, deganga mashina mindirib qo'yibdi o'g'lim. Muncha o'g'limni qiynaysan, avval olib bergan narsalarini qarzini to'lab olsan. Onam to'g'ri aytayapti. Uy, bog'cha, seni orzularing qochmaydi. Keyinroq harakat qilamiz. Tavba. Hozir boshqacha gapiryapti-ku. Bo'pti, ojon, yaxshi o'tiring, men ishga ketdim. Qanaqa ish? Siz ishlamasdingiz-ku? Voy, esim qursin. Kecha o'g'lingiz 2 etajli kottej bilan 80 ta bolalar sig'adigan bog'cha olib berdi. O'sha bog'chani yurg'izishga. Chao, yaxshi o'tiring. Olib beribdimi? Bo'lishi mumkin emas. Kecha qanaqa kun edi? Voy, biling. Payshanba ekan-ku. O'g'limni men yonimga chaqirib olmadim. O'z opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onam mishtonining ichida. Do'stlar, mana bugun uzoq qishloqda yashaydigan bir ona va 2 qiziga yordam berganmiz. Bugun yana bularga mana sovg'alarimiz bilan keldik, bulardan intervyu olamiz. Yaxshimisizlar? Yana keldinglarmi? Kelinglar. Mana onani o'zlari kelyaptilar. Onam bizdan xursandmisiz, bir duo qiling. Rahmat onangga. Boshqalarga ming la'nat. Tikka aytaver. Ko'timni kavlamasin. Tikka ayt, xo'pmi? Onamni o'ynashi kattardi uyi kuysin iloyim. Jo'ra, sen meni axtarma. Hasan aka, men sizdan xafa emasman. Shu joylarga keldim, uy-joy qildim, yo'qmadim hali. Onajon,
sizni kuzatib yurganlar juda ko'p. Ular hammasi mehribonda. Mana shu tabakani bir reklama qilib beringchi. Nima go'sht bu? Tovuqmi, xo'rozmi? Bilmas. Qayerdan bilaman? Buni hidlab olingizlar, ana o'lsa bo'ladi-da. Men Rossiyada yurib, o'zbekchani bilmayman, ruschasiga ana o'lsa bo'ladi. Tuzi ham yaxshi emas. Biz bunga zirra sepadi, bir narsalar sepadi, tuz sepadi. Keyingi safar poda go'shab kel. Xo'p, xola, xo'p. Qizlar, sizlar nima deysizlar? Men bu yoqdaman. Tikka gapirgin, qo'rqmagin, onamni o'ynashi degin. Men gapim bor. Menga qaranglar, O'rta Saroy ahli, chirchiq ahli. Meni orqamdan gapiribsanlar, jinni debsan, g'ilay debsan. Qayta ko'rding meni jinniligimni. Qaysi balansadan isprapkamni olib kelib berding? O'zi opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onamning shtonini ichida. Singlimning jahli bekorga chiqmaydi. Uyqu bermaysizlar. Shunga jahli chiqib ketaveradi. Sizlar ketaverasizlar. Onam ham ketadi, dadam keladi. Dadam ketgan joyidan qaytib kelmaydi. Dadam kelmaydi, tatar xotiniga ketgan. Mana aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana shu qizlarimiz shu uylarda yashashadi. Chayon ilonlarga to'lib yashaymiz. Uyqu bersin, ayting. U ham bo'ladi, xolajon. Xalqimiz mehribon, bolajon xalq. O'zlarining bolalaridan ortsa, sizlarga o'xshagan tekinxo'rlarga albatta uy olib beradi. Mana shu pastda karta raqamlaringizni qo'yamiz. Qanaqa karta? Sim kartamni qo'yasiz. Sim karta? Ha, menga qaranglar sizlarga. Men boshlang'ich to'lovini to'lab berganim bilan, lekin o'zlaring ishlab pul topib to'lashlaring kerak. Ish kerak. Qizlarimga ish kerak, ishlamoqchi. Chirchiq ahli. Menga ish kerak. Smena. Kechqurun bo'lsin. Ertalabga sog'ligim to'g'ri kelmaydi. Dilbar, kechkisi men qanaqa ish? Yotib, mazza qilib pul ishlayotgan ish. Ey qizlar, orqalaringni tozalab yuringlar. Meni sasiq deysan, siqirt deysan, tellaydi deysan, cho'milmaydi deysan. Men tellab yursam ham vilajniyim bor. Artinib yuraman. Senlarga o'xshab sasimayman. Hozir issiq-ku, cho'milib yursanglar bo'lmaydimi? Kerak bo'lsa vannamiz ham bor. Lekin cho'milmaymiz, allergiyamiz bor. Vilajniyda yaxshi-da? Ha. Hidi xushbo'y. Mana xitlaysizmi? Mana. Rahmat, o'zi shunda kelib turibdi. Sizlarga ham boryaptimi, bilinyaptimi edi? Bitmagan uyga kelin chaqirdi, balon bormikin? Hey, men aytdim-ku, lekin to'yga kreditga olib qilishdi. Yo'q, ko'pga qarab oyoq uzatmadim. Mana qarang, yag'irligini yozib qo'yganman. Bomba qildim. Yanga, rahmat. Kunni yil bilmasman. Nimaga? Qarang, qo'y bersa bizni ham yutib yuboradi-ku. Uyalib ketyapman o'zimam. Sal bu joyga chiqqanda aytib chiqingmi? Atratni bo'lsin, Dastimga semchga ham qo'yadim, astag'firulloh. U ko'zimga siq ko'rinyapti. Kim bo'ladi? Qizlari bo'laman. Qizlarni? Semchkalang shirnagina? Bu kelinga. Qani olinglar, osh bo'lsin. Osham zo'r bo'lsa, opam oboradi. Olinglar, xudolar, olinglar. Olinglar, xudolar. Alloh akbar. Ertaga yoppasiga bizga chaqirdik. O'taverasizlar, ketdik yanga. Kelin oshqozoningiz bezovta qilmayaptimi? Nima bo'ldi? Nomuslarga o'ldirdingiz-ku. 3 kunlik kelinlar shunaqa bo'ladimi? Tavba qildim, mehmonga borib tuqqaningiz tuqqan. Ertaga ammangizga mana shu hunaringizni qilsangiz, javobingizni beraman. Xo'p. Javobni bermaydimi? Yoppasiga xush kelibsizlar, hurmatli mehmonlar. Yeb ichib o'tiringlar. Kelindan sizga. Voy rahmat. O'tiringlar sizlar ham. Opasiga kattarog'ini berdi, menga tiftasini berib past qo'ydi. Xush kelibsizlar. Olinglar, uzatib yuboringlar, xolajonlari. Men kelinjon sizga. Yo'q, men joymayman. Voy, esim qursin. Sizga tog'araga sap kelishim kerak edi. Olib yo'lacha sop keling, ko'nglingiz bo'lmayapti. Oling kelin. Mana majon. Yanami? Ha, hozir. Yana. Bo'ldimi, buni ham ichasizmi? Yo'q, men piyolada ichaman. Ko'p gapirmang, oling, yugurdaymanmi sizga? Kosada ichib ola qoling. Aqot shirin. Voy, kechirasiz yanga. Buningiz ochapat desam beparasat ham ekan. Yaxshi ham menda bavi bor.
Bu Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Oppoq kiyingizni paxtadek oppoq qiladi. Mana bunaqa dog'-dug'larni ham yo'q qilib yuboradi. Kelingiz yuymagan idishlar chiqib bosayotgan bo'lsa, ularni ham tozalaydi. Ippa allergenliymikan? Конечно. Voyjon, amajonda kavaqa deydimi? Ha, ko'rdim. 10 piyola osh bilan 10 piyola sho'rva ichdingiz. Kamiga beparasatligingizni ko'rsatdingiz. Yuring, uyda gaplashamiz. Bering sumkangizni ko'taraman. Ya qo'ying. Bering. Ya qo'y. Voyjon. Bobim qaniydi?